Bir muhabbat qissasi. Atrof muhit xuddi suv quygandek sokin, ket tushib qolgan. Tunda daraxtlarning shivirlashi, chigirtkalarning chirillashi insonni o'ylanishga majburlayotgandek go'yo. Yusuf esa shu qorong'u kechalarda osmondagi yulduzlarga tikilgan holda o'z xayollari girdobiga o'yga botardi. U yoshligidan shunday o'ychan tabiatli bola bo'lgan. Yusuf oilaning dastiyori. U bobosi va buvisining xizmatlarini qilib, ularning duolarini olar. Bo'sh vaqtlarida esa bobosi bilan qadimda qanday hayot, tarix haqida hikoyalarni eshitib hayratlanardi. Bobosi Fozil ota tarix fani o'qituvchisi bo'lgan. Bilmagan yoki o'zini qiziqtirgan narsalar haqida so'rab, ular bilan ko'p vaqtini maroqli o'tkazar edi. Bobo va buvisining har bir so'zini qadrlar edi. Yusufning ota-onasi ham ilmli insonlar bo'lgan. Otasi kuchli shifokor, onasi esa o'qituvchi. Yusuf shunday ziyoli oilada ulg'aygan. Yusuf bobosi va buvisining tarbiyasini olgani uchun uning dunyoqarashlari tengdoshlaridan tubdan farq qiladi. Shuning uchun uning ba'zi fikrlari uning ustidan kulishlariga sabab bo'ladi. U oilada to'ng'ich farzand. Undan keyin bir singlisi va ukasi ham bor. Singlisi Malika 14 yoshga to'lgan. Ukasi Jamshid esa 11 yoshda. Malika juda kitobsevar qiz. Kelajakda xuddi onasi kabi o'qituvchi bo'lishni xohlaydi. Jamshid esa hali yosh bola bo'lsa ham umuman akasiga o'xshamaydi. Bola tushmagur yerga ursang ko'kka sapchiydigan juda sho'x bola bo'ldi. Jamshid kelajakda futbolchi bo'laman deb niyat qiladi. Bo'sh qoldim deguncha ko'chaga to'p tepgani yuguradi. Yusuf bolalikdan bobosining hikoyalari bilan o'sgani uchun tarixga qiziqishi kuchli. U maktabni tamomlab, o'qishga kirish maqsadida chet el oliy o'quv yurtlariga ilm olish uchun ketishni niyat qiladi. Avvaliga uyda ota-onasi rozi bo'lmasa-da, Yusufning bu ishtiyoqini ko'rib ular rozi bo'lishdi. U safaroldi tayyorgarliklarini ko'rib, kerakli narsalarni sumkasiga joyladi. Ertaga yo'lga chiqadi. Kechki ovqatdan so'ng u biroz yolg'iz qolish uchun hovliga chiqib, yulduzlarga termulib o'tirarkan, ukasi Jamshid va singlisi Malika yoniga kelib o'tirdi. Yana o'ylanib o'tiribsizmi? Gap boshladi Malika. Siz ketib qolsangiz, biz kim bilan yulduz sanaymiz? Dedi Jamshid. Ukam, men yulduz sanamayman. Bu yulduzlarning yaratuvchisi qanchalar buyuk zotligini, qudratli zot ekanligini o'ylayapman, dedi Yusuf. Jamshid, sen uyimizning dastiyori bo'lib qolding. Bir-biringizni qadringizga yeting. Men ketgach, sizlar birga yulduz sanaysizlar, deb jilmaydi u. Malika so'radi. Aka, siz tarix fakultetiga kiribsiz. Lekin otamning aytishlaricha, uyimizdagi qadimiy qo'lyozmalarga qiziqishingiz kamayibdi. Nega bularni o'rganmayapsiz? So'radi u. Bilasanmi? Ba'zi xazinalarga yetishishlik uchun biz o'zimizni tayyorlashimiz kerak. Men hozir o'zimni tayyorlayapman. Avval uslubni o'rganishim kerak, keyin bu mavzularni chuqurroq o'rganaman. Bobom aytganlaridek, har ilmning o'z eshigi bo'ladi. Jamshid bu narsalarni tushunmasdi. Nima, har bir inson ilm uchun o'zini qurbon qilib yuborish kerakmi? Yo'q, men unday bo'lishni xohlamayman. Men buyuk futbolchi bo'laman, dedi u. Yusuf, albatta, ilm har doim kerak. Sport ham strategik qat'iyat va jamoaviy ruh ilmi, deb jilmaydi. Ertasiga Yusuf ota-onasi bobo buvisining duolarini olib yo'lga chiqdi. U manzilga yetgach, talabalar yotoqxonasiga joylashdi. U yotoqxonada yolg'iz emas, bir ingliz millatiga mansub bir yigit bilan turar. U yigit o'zi musulmon bo'lmasa ham axloqli yigit edi. Yusuf ham juda odobli, samimiy, husnul xulq sohibi. U bilan biroz gaplashgan insonni o'ziga rom etib qo'yadi. Yusuf juda e'tiqodli, ibodatlarini vaqtida o'qib, darsliklari, vazifalarini vaqtida tayyorlaydigan, doim o'z ustida ishlaydigan, ilm yo'lida yuksalib borayotgan yigit edi. Do'sti bilan ular yaxshi muomalada bo'lishar, do'sti bilan yaqin bo'lib ketishgandi. Yusuf nafaqat ilmga chanqoq, u o'zining vaqtini ham to'g'ri taqsimlagan, vaqtini qadriga yetadigan, doim xonaga kirganda salom berib kirib keladigan yigit. U kattalarni hurmat qiladi, kichiklarga mehr ko'rsatadi. Kimgadir yordam kerak bo'lib qolsa, erinmasdan qo'lidan kelgancha yordam qiladi. Yusufni hamma yoqtiradi, chunki u nafaqat aqlli, balki halol, odobli, yordamga hamisha tayyor edi. Uning bu odobini ko'rgan har bir insonni unga mehri tushib qoladi. Ular birgalikda ilmlarini yanada mustahkamlab borishardi. Do'sti Yusufdan doim bir savol so'ramoqchi bo'lardi-ku, lekin hech so'rashga botina olmasdi. Yusuf o'z yo'nalishi bo'yicha ko'p ilmlarni o'rganib, qadimgi tarix voqealari haqida ko'plab kitoblar o'qir,
qadimgi xalqlarning madaniyati, urf-odati, qadriyatlarini o'rganar. Yusuf islom tarixi haqida kitoblarni o'rgana boshladi. Qachon paydo bo'lgan, bizning yurtlarimizga qanday tarzda kirib kelgan. Islom dinining paydo bo'lishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga birinchi vahiy nozil bo'lishi bilan bog'liq. Islom dini 7-asrlarda Arabiston yarim orolining Hijoz mintaqasida, Makka shahrida paydo bo'ladi. Islom dini Movaron nahriga 8-asr boshlarida kirib keladi. Bu jarayon Ummaviylar xalifalik davriga to'g'ri keladi. Movaron nahrini fath qilgan sarkarda Qutayba ibn Muslim bo'ladilar. Avval harbiy yurishlar bilan kirib kelsa-da, islom dini aholi orasida keng tarqaladi. Fathdan 100 yil o'tar o'tmas buyuk ulamolar Imom Buxoriy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Imom Matrudiy kabi ulamolar yetishib chiqa boshlaydi. Shunday bizning ajdodlarimiz tomonidan bizgacha yetib kelgan haq din bu islom dinidir. Yusuf bu manbalarni o'rganar ekan yana ham ilmga bo'lgan rag'bati ortib, faxrlanib ketdi. Biz ham ajdodlarimiz singari ilmga chanqoq bo'lib, ularni qoldirgan merosini davomchisi bo'lishligimiz kerak, deb o'ylardi u. Yusuf oilasidan uzoqdaligi uchun o'zini ba'zan yolg'iz his qilar. Yurakdagi bo'shliq esa biroz mahzunlik berardi. Inson yolg'iz qolganda o'zligini anglay boshlaydi. Yurak sokin bo'lganda ichki ovozlar, haqiqiy hislarni eshitadi. Yolg'izlik insonni mustaqil bo'lishga o'rgatadi. Yusuf yolg'izlikni yengish uchun tabiat qo'ynida sayr qilar, sport bilan shug'ullanar, shu tarzda o'zini anglay boshladi. Sukunatga quloq solib tabiat bilan gaplashar, ichki g'alayonlariga taskin berardi. Ruhiyat kuchining eng katta manbaidir. Yusuf bir kun daftariga yoza boshladi. Agar dunyoda hech kim meni tinglamasa ham, men o'zimni tinglayman. She'rlar, hikoyalar, o'z fikrlarini yoza boshladi. Yolg'izlik bu faqat qorong'ulik emas. Bu o'zlikni topish sari yo'ldir. Yusuf shunday o'z xayollari bilan o'tirar ekan, xonaga do'sti kirib keldi. Ular biroz suhbatlashib o'tirgandilar. Do'sti bir nechta savollari borligini bildirdi. Yusuf: "Albatta do'stim, eshitaman, quloqim senda. Men bir narsaga hayron bo'laman. Nima uchun sen doim xushfe'l, hamma bilan yaxshi muomalada bo'lasan, hatto senga ba'zan yomon muomala qilishgan bo'lsalar ham, ularga chiroyli javob qaytarasan. Hech qachon yordam berishdan bosh tortmaysan. Balki o'zing yordamga muhtoj bo'lib turgan bo'lsang ham, sen bilan muloqotda bo'lgan insonni xuddi sehrlab qo'ygandek bo'lasan. Har doim o'z vaqtingni taqsimlab, har bir daqiqani behuda o'tkazmaslik uchun, hech ham g'azablanmaslik uchun harakat qilasan." Yusuf jilmaydi. "Yo'q do'stim, men sen aytganchalik emasman. Shunchaki bizning dinimizda keltirilgan odoblarga qo'limdan kelganicha amal qilaman xolos. Bu oddiy bir musulmon kishi qilish kerak bo'lgan amallar xolos." Do'sti bu javoblarni eshitar ekan, islom diniga qiziqishlari ortdi. "Menga batafsilroq islom dini haqida gapirib bera olasanmi? Nima uchun aynan islom dini haq din?" Yusuf biroz o'ylanib: "Biz oxirgi zamonda yashayapmiz. Oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar. Bu haqda islomdan avvalgi dinlarda ham keltirilgan. Islom dini Ibrohim, Muso, Iso alayhissalomlarning yo'lini davom ettiradi. Ularning barchasi Allohga bo'ysunish, tavhid, yakka xudolik g'oyasini targ'ib qilgan. Shu bois islom dini avvalgi barcha haq dinlarning yakuni va mukammal shakli hisoblanadi. Bu dunyoda qancha inson bor, qancha hayvon bor, qancha tirik mavjudot bor. Bularning barchasini rizqlantirib turgan zot ularni hech birini unutib qo'ymaydi. Har bir inson qalbida ma'noga, tinchlikka, poklikka ehtiyoji bor. Bu ehtiyojlarni faqat islomiy e'tiqod, ibodat, halol turmush tarzi qondira oladi. Islom insonni ruhiy va aqliy jihatdan muvozanatli hayotga yetaklaydi. Islom inson sha'nini adolat, halollik, oila, kechirim va tinchlikni asos qiladi. Qonunlari esa shaxs, oila va jamiyat uchun eng mukammal muvozanatni yaratadi. Islom asosida qurilgan jamiyatlar tarixda madaniyat, ilm, san'at va fanning markazi bo'lgan. Do'sti bularni eshitgach o'zida o'zgacha tuyg'ularni his etdi. U islom dini haqida ko'proq o'rgana boshladi va do'sti Yusuf bilan ko'proq suhbatlashar, bir kuni islom dinini qabul qilmoqchiligini, musulmon bo'lmoqchiligini bildirdi. Unga Alloh iymon ne'matini berdi. U islomni qabul qilib musulmon bo'ldi.
Yusuf bilan ko'p vaqtini birga o'tkazar, birgalikda ibodatlarni ado etishar. Mana hash-pash deguncha o'qishni ham tamomlashadi. Bu yog'i imtihonlar. Yusufni ketib qolishini xohlamasdi. Ammo o'qishni tamomlagach, ilmlarni o'z yurtida tarqatishlik uning yelkasidagi burchi ekanligini, ota-onasi, oila a'zolarini sog'inganligini aytib, uyga qaytdi Yusuf. Uyda ota-onasi, bobo-buvisi, ukasi, singlisi kutib olishdi. Yusuf o'qishni tamomlab kelgani munosabati bilan bugun qarindoshlar ham uyga yig'ilishgan. Yusuf, katta yigit bo'lib qolibsan. Endi to'y qilmasak bo'lmaydi, deb kulishdi qarindoshlar. Yusuf esa o'qishni tamomlab keldim. Endi bu ilmlarni o'z yurtimda, ham yurtlarim uchun, yoshlarimiz uchun ulashishligimiz kerak. Bu bizning burchimiz. Bizning bobolarimiz qanday buyuk ilmli insonlar bo'lgan. Biz shu ajdodlarimizni davomchisi bo'lishligimiz kerak. Men hali ilmiy ish qilishim kerak. Keyin uylanish ham qochmas, deb sekin tashqariga chiqdi Yusuf. Oshxonada singlisi Malika ovqat qilyapti. Jamshid esa qo'ylarga yem hashagini beryapti. Ukalari ham ancha katta bo'lib qolibdi. Vaqt ham juda tez o'tib ketar ekan. Kechagina ukalari bir-biri bilan janjallashib yurishardi. Shu asnoda Yusufning xayoliga bir voqea kelib, kulib yubordi. Bir kuni odatdagidek Malika va Jamshid janjallashib qoldilar. Yusuf, nima bo'ldi? Nega urushyapsizlar? So'radi. Meni o'yinchog'imni olib qo'yyapti deb yig'lab yubordi Malika. Hechamda o'zing biroz oldin menga berganding-ku, dedi Jamshid norozi ohangda. Yusuf Malikani yupatib o'yinchoqlarni teng taqsimlashni o'rgatdi. Endi hech ham urushmanglar, bir-biringizga mehr ko'rsating, dedi Yusuf muloyimlik bilan. Ular darhol yarashib bir-birlarini bag'riga bosishdi. Yusuf ukalari bilan bu yoshlikdagi voqealarni eslab rosa kulishdi. Aka, endi nima qilmoqchisiz? Ishlamoqchimisiz? Qayerga ishga kirmoqchisiz? So'radi Malika. Ha, avval ilmiy ish qilishim kerak. Ishni ham birgalikda olib ketaman. Bu olgan ilmlarimni ilmga chanqoq insonlarga ulashmasam nega o'rgandim axir? To'ychi, to'yni qachon qilamiz? Hamma siz kelsangiz to'y qilamiz deyishayotgandi-ku, dedi Jamshid. Ha, to'y ham qochmaydi. To'yni ham qilamiz. Avval ishlarimni yo'lga qo'yib olay, bir gap bo'lar. Qolaversa hali kelin ham yo'q-ku, deb kuldi Yusuf. Ha, mayli, yuringlar, ovqatlanamiz. Ovqatni suzdim, dedi Malika. Bugungi ziyofatni ham o'tkazdilar. Hamma qarindoshlari ham o'z uylariga ketishdi. Yusuf magistraturaga kirib ilm yo'lida yana davom etdi. U magistraturada o'qib yurarkan bir kuni unga bir kitob zarur bo'lib kutubxonaga bordi. U kutubxonachidan unga kerak bo'lgan kitobni so'raganda, siz izlayotgan kitob faqat bir nusxadagina bor ekan. U esa hozir band. O, anavi qizni ko'ryapsizmi? O'sha qiz olgan edi. Yusuf orqasiga o'girilib qarasa, soddagina bir qiz kitobdan foydalanib o'tirar edi. Yusuf qiz tomon bordi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat, dedi qiz. Va alaykum assalom. Meni ismim Yusuf. Menga aynan siz foydalanayotgan kitob kerak edi. Bu kitob faqat bir nusxadagina bor ekan. Shunga kitobdan foydalanib bo'lsangiz, kitob qo'lma-qo'l bo'lib ketmasdan oldin menga bersangiz degandim. Xo'p, mayli, kitob juda zarur bo'lsa, ola qoling, dedi qiz. Ismingiz nima edi? So'radi Yusuf. Ismim Laylo, dedi qiz. Laylo, siz bemalol kitobdan foydalanib olavering. Faqat foydalanib olganingizdan keyin birov olib ketib qolmasidan menga bersangiz degan maqsadda aytgandim. Xo'p, mayli, sizni tushundim. Menga kerakli joylarni yozib olaman. Keyin kitobni sizga beraman. Biroz kutib tursangiz, dedi Laylo. Xo'p, mayli, yozib ola qoling. Men kutib turaman. Layloning kiyinishi sodda, o'ziga xos did bilan uyg'unlashgan, o'zgalarni o'ziga jalb qilmaydigan uslubda. Uning ko'zlari chuqur ma'noga ega bo'lib, o'qiyotgan kitob sahifalari kabi sirli edi. Yusuf yoshligidan yolg'izlikni yoqtiradigan yigit. Uning qalbida shu paytgacha dunyoviy sevgi bo'lmagan. Ammo Layloni bir ko'rgandayoq ichida jimjitlikka o'xshamagan bir g'alayon paydo bo'ldi. Kechirasiz, dedi Yusuf. Jimjitlikni buzmaslikka harakat qilib past ovozda. Aynan siz o'qiyotgan asar mening eng sevimli asarlarimdan biri. Men u yerda tasvirlangan qahramonning ruhiy izlanishlarini juda ham qadrlayman, dedi u. Laylo kitobdan boshini ko'tarib, ha, shunday, ajoyib. Bu asarni o'qir ekanman, dunyo o'tkinchi. Inson qalbi esa abadiylikni izlashini ko'rsatar ekan.
Uning bu so'zlari yoshlikda bobosi va buvisi bilan o'tgan maroqli suhbatlarni eslatib yubordi. Layloning fikrlashi, qiziqishlari Yusufning ichki dunyosiga mos edi. Ana shu lahzada Yusuf uzoq vaqtdan beri kutgan, o'zi orzu qilgan birinchi muhabbat chaqmog'ini tuydi. Laylo chindan ham og'ir bosiq, mulohazali, sodda qiz edi. Uning aql va donoligi tashqi ko'rinishida emas, balki har bir so'zida, har bir nigohida aks etgan. Yusuf har kun kutubxonaga boradigan bo'lib qoldi. Chunki Layloni yoqtirib qolgandi. Ammo o'ziga miq eta olmasdi. Yusufning o'ychanligi yana oshgan. Bir necha oy o'tib, Yusuf Laylo bilan umr yo'llarini bog'lashga qaror qildi. U shashqaloqlik qilmasdan Layloning uyiga ota-onasini olib bordi. Layloning ota-onasi ham Yusufni ziyoli oilada ulg'ayganligini bilgach, ular ham rozi bo'ldilar. Yusuf va Layloning nikoh to'yi bo'ldi. Yusuf hayotida birinchi marta abadiy baxtiyorlikni his etdi. Uning avvalgi yolg'izlik hayoti tugab, endi o'zining eng yaqin do'sti, ilmiy hamkori, dinida dalda beruvchi Laylosi bilan birga edi. Ularning nikohi ehtiroslar ustiga emas, ilmiy suhbatlar, ilohiy muhabbat ustiga qurilgan edi. Ular birgalikda qiziq asarlar o'qir, Qur'on oyatlari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari ustida suhbatlashar edilar. Bir-birlarini abadiy muhabbat, yaratganga bo'lgan muhabbatga yetaklovchi bo'ldilar. Ular birgalikda baxtli hayot kechirar edilar. Ularning to'yi bo'lganiga ham ancha bo'lib qoldi. Lekin ularga Alloh bir sinov bergan edi. Ular turmush qurganiga ancha bo'lgan bo'lsa ham farzandlik bo'lishmagandilar. Bu holat ularning ko'ngliga biroz xiralik berardi. Ammo Robbilariga isyon qiladigan so'zlardan saqlanardilar. Ko'plab shifokorlarga bordilar, baribir foydasi bo'lmadi. Shu tarzda yillar o'tib borar, ular Allohga farzand tilab duo qilishdan to'xtamasdilar. Laylo tushkunlikka tushib qolgan. Yusuf-ku erkak kishi, bir nima qilib o'zini chalqitib yuradi. Laylo bechora ko'chaga chiqishni ham xohlamay qolgan. Hech kim bilan gaplashishni ham xohlamasdi. Unga hech kim hech narsa demasa ham, u o'zini aybdordek his qilardi. Yusuf ham ko'chada o'zini xursand ko'rsatib yursa-da, ichidan o'tayotgan dardini o'zi bilardi. Lekin jamiyatda shunday insonlar borki, ularni eshitib hayron qolasan. Hatto erkaklar ichida ham shundaylari borki, ayollardan battar. Ha Yusuf, shunday tug'mas ayol bilan yashab o'tmoqchimisan? Sharti ajrashginda boshqasiga uylan, der. Yana biri bo'lsa, ha nima bo'ldi, farzandlik bo'lmadingmi? Yangilik yo'qmi o'zi? Bu gaplar Yusufning shunaqangi joniga tekkandiki, mening oilamga aralashmalaring, maylimi? Der edi. Ha mayli, senga jonimiz achigandan gapiramizda gapirsak, siqilma, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yusuf uyga kelsa doim ayoli yig'lab o'tirardi. Bir kuni Laylo Yusufning oldiga o'tirib aytdiki, agar xohlasangiz biz ajrashamiz. Siz boshqa ayolga uylanib, farzandli bo'larsiz balki. Men bunga roziman, dedi u. Yusufning qattiq jahli chiqdi. Bu haqda qaytib og'iz ochma. Bu bizga berilgan imtihon. Agar biz bunga sabr qilsak, albatta Alloh ajr beradi. Agar unga isyon qiladigan bo'lsak, gunohkor bo'lamiz va baribir Allohning aytgani bo'ladi. Sinovni ham suygan bandasiga beradi. Biz farzandlik bo'la olmasak, ajralib ketishimiz kerakmi? Aslo noumid bo'lma. Yaratgandan so'rayveramiz. Albatta beradi. Men seni hech qachon javobingni berib yubormayman. Sen menga umringni bag'ishladingmi? Sen bilan so'nggi nafasimgacha birga boraman. Gulim, yig'lama. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ibodatlaringni qoldirma. Robbimizdan so'rashdan to'xtamaymiz. Yusufning ota-onasi ham ularni o'z holiga qo'ygan. Shundoq ham siqilib yuribdi bechoralar. Ular ham tinmay Allohdan duo qilib so'rashar. Jamshid ham uylangan, Malika ham turmushga chiqib ketgan. Ularning farzandlari bor. Yusuf ukalarining farzandlarini ko'rganda ham uning yarasi qayta tirnalardi. Yusuf oila qurganiga ham 10 yildan oshdi. Hali ham farzandlik bo'lishmadi. Ular taqrirga tan bermay iloji yo'q. Ammo ular shifokor huzuriga borgandilar. Ayoli homilador ekanligini aytdilar. Ularning quvonchi shu darajada ediki, ulardan baxtiyor inson yo'q edi dunyoda. Allohga qilgan iltijolarini qabul qilgandi. Ular juda quvonchda edilar. Farzandi tug'ildi, o'g'il. Ismini ular uzoq yil umid qilib kutishganlari uchun Umidjon deb qo'yishdi.
Ammo ularning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Umidjon ko'p yashamay vafot etib qoldi. Bu holat Yusuf va Layloga kuchli zarba bo'ldi. Shuncha yil kutgan farzandi vafot etib qoldi. Alloh ham eng suygan bandalariga og'ir sinovlar berar ekan. Birinchi zarba kelganda qilingan sabr bu haqiqiy sabr bo'ladi. Alloh berganda xursand bo'ldik, endi olib qo'ysa isyon qilamizmi deb yig'lardi Yusuf. Payg'ambar alayhissalomning o'g'illari Ibrohim vafot etganda aytgandilarki, qalb mahzun bo'ladi, ko'z yosh to'kadi, lekin bu til Robbisiga isyon qiladigan so'zlarni aytmaydi degandilar. Bu so'zlar ularga biroz taskin berdi. Farzandi haqqiga duoda bo'lishar, ba'zan eslab yig'lab yuborar edilar. Farzandlari yoshligida vafot etganlari ota-onasiga qiyomatda shafoatchi bo'ladi deydilar. Bu ularga biroz umid berdi. Ular yana bir necha yil farzand ko'rmadilar. Bu holatdan Yusufning chet eldagi do'sti xabardor bo'lib, uning huzuriga kelgandi. Bo'lgan voqealarni eshitgach, Yusufni o'zi bilan olib ketib, chet elda davolatishga, unga yordam berishga tayyorligini bildirdi. Avvalgi Yusuf rozi bo'lmadi. "Seni ham vaqtingni olamiz, qo'y do'stim", dedi u. Do'sti, "Yo'q, axir sen mening hidoyatim sababchisisan. Qolaversa sen bilan biz qiyomatlik do'st bo'lsak, senga o'zim g'amxo'rlik qilaman, o'zim davolataman", dedi va o'zi bilan birga Yusuf va ayolini olib birga uchib ketdilar. Ular chet elda 1 yil davomida davolandilar. Anazlari ancha yaxshi chiqqan. Bundan ular juda xursand bo'ldilar. Ular farzandi dunyoga kelguncha mana shu shifokorlar nazoratida qoldilar. Farzandi dunyoga keldi. Qizaloq tug'ildi va o'z yurtiga qaytdilar. Ular farzandiga Shukrona deb ism qo'ydilar va bundan xursand holatda o'z yurtiga qaytdilar. Ular farzandini islom ma'naviy ruhi, sabr-qanoat ilmi yo'lida tarbiyalab bordilar. Yillar o'tib borarkan, Yusuf va Layloning farzandi ham katta bo'lib borardi. Yusufning ota-onasi ham bularning uzoq yil kutilgan farzandiga boshqacha mehrda edilar. Shukrona ham bobosi va buvisi tomonidan o'rgatilgan chuqur ma'rifat yo'lida ulg'ayardi. Bir kuni Layloning oldiga qizi kelib so'radi. "Oyijon, bobom aytardilar, dadang yoshligidan yulduz sanab o'ylanib yurardi deb. Siz ham o'ylanarmidingiz? Yulduzlarda nima sir bo'lishi mumkin?" Laylo: "Qizalog'im, dadang shunchaki yulduzlarni sanamasdilar. Har bir inson qalbida dunyodan uzoq narsalarni izlaydi, shu yulduzlar singari. Ularning siri shundaki, bu koinotning yaratuvchisi qanchalik buyuk ekanini, uning qudrati cheksiz ekanini eslatadi." Yusuf ayolining so'zlarini eshitib, qalbida iliqlik his etdi. U Layloga qaradi. Laylo uning qo'lini muloyimlik bilan siqdi. Ularning jimjitligi endi so'zlardan ustun edi. Bu jimjitlikda butun bir muhabbat qissasi o'qilardi. Bu qissa nafaqat er-xotinning, balki butun bir avlodning yaratganga bo'lgan cheksiz muhabbatga yetishi dostoniga aylanadi. Senga bo'lgan ishqim gunoh bo'lmasin. Yo'limiz halollik bilan bezansin. Bir-birimiz tomon bosgan har qadam Robbimiz rizosin yetaklab borsin. Sen kelding, yuragim topdi sakinat. Zikrlar uyg'ondi kechalar pinhon. Qalbimda bir ishq bor, ustida esa taqvo ila yaltirar har bir pok iymon. Har duoda isming qalbimga ko'char. Ko'z yoshlarga to'la topdim muhabbat. Sen meni sog'insang bilgin ey yorim. Sog'inchlarning o'zi Robbimdan sinov. Bir kun qo'l tutarmiz nikoh duosin. Farishtalar amin deya aylanar. Bu dunyoning o'zi tor bo'lur bizga. Ishqimiz Allohga bo'lsin ey ko'ngil. Ey halolim, qalbing jannat shamidek. Sen bilan yo'llarim nurga burkanar. Alloh nasib etsin eng go'zal ishq bu. Dunyoda boshlangan bizning ishqimiz jannatda mukammal bo'lib jamlanar.